Minecraft lekin har 5 ta daraja oshgani sari Minecraftni grafikasi buzilib boradi. Bunday grafikalar eski versiyaga bo'lishi mumkin yoki umuman boshqa narsalar. Meni maqsadim esa Ender ajdarini yo'q qilish. Bu videoni boshlanishda bu kanalga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchaga ham bosing va yeyishga nimadir oling, chunki bu video juda ham epik bo'ladi. Burger bo'lam yoki keksmi? Let's go. Demak, men dunyo yaratyapman. U zo'r, cho'tki joyda paydo bo'ldik. Okey. Qishlog'im bor ekan. Bu juda ham zo'r. Okey, qishloqchan bor ekan. Demak, menga mana bu tovuqlar o'ldirib tashlamoqchiman, chunki patlari kerak bo'ladi. O'q-dorilar yasab olishga yaxshi, zo'r. Yana darajasini olaman. 5-darajada Minecraft grafikasi buziladi. Bilasizlar degan umiddaman. Mayli. Qishloqchadan mambo bo'lmaydi, yotoqqa oldim va daraxt chopib olish kerak. Короче, menga samanlar kerak bo'ladi. Hammasini yig'ib chiqaman. Demak, 5-daraja va Minecraft grafikasi vobshe buzilib ketdi. Bilmadim qanday 10-darajada qanday grafika bo'ladi. Bu hozir hech narsa tushunarsiz. Mayli, kon topdim, o'sha konga boraman. U yerda juda ham ko'p temir bor. Короче, unda sizlarga men tezlashtirib ko'rsatib beraman. Kerakli narsalarni olganim qanunda. Let's go. Oh yeah. Endi esa Netherga otlanish kerak. Juda ham zo'r joyda paydo bo'lmadi-ku, ammo nimadir bor. Magma kublar paydo bo'ladi, bitta plyusi. Короче, unda teparoqqa quraman, cho'tki. Kelib barcha narsalarni bo'ldim. Unda sayohatga chiqish kerak. Короче, qizil qallani topganimdan keyin sizlarga qaytaman unda. Let's go. Demak, mana bu bo'ldim va spawnerni ko'ryapsizlar degan umiddaman. Ayni spawner va bu juda ham zo'r. Unda hozir yoniga boramiz. Wither skeletni o'ldirib tashlaman, cho'tki bir marta ham ura olmadi. Bir borish kerak aytga va zo'r. Kim urdi meni? Okey, uni men tashib boraman. Yana aytgancha, agar men o'lsam, darajalar yo'qotsam, ammo Minecraft buzilgan grafikasi qoladi. Unda blazlar yoniga boraman. Mana blazlar yoniga ham kelib bo'ldim. Endi esa barchasini yo'q qilish kerak. Oy, bu juda ham yomon. Bu juda ham yomon. Короче, mayli, ular yo'q qilib tashlayman. Keyin unda sizlarga qaytaman. O'shanda ko'ramiz. Короче, demak men manaqa biom topdim. Ko'k o'rmon, bu yerda yana ender marvartlar kerak bo'ladi menga albatta va grafikasi manaqa bo'ldi. Короче, unda menga daraxt kerak bo'ladi, ya'ni bloklar. Keraklicha chopib olamiz. Demak,
keraklicha Ender marvartlar olib bo'lganimdan keyin sizlarga qaytaman. Bu juda ham cho'tki bo'ladi. Cho'tki выживание shundoq ham. Короче, demak, keraklicha Ender marvartlar yig'ib bo'ldim va grafikasi eski Minecraftga eslatib yuboryapti. Zo'r. Bloklar kerak bo'ladi menga yana. Bloklar вообще ko'p kerak bo'lyapti. No, mayli. Okey, manaqa anmaydi krepость qal'ani topib oldim va portalni ham aktivatsiya qilib oldim. Короче, sizlarga bitta cho'tki montaj ko'rsataman. Qani unda? Let's go. Короче, men Ender ajdarni yo'q qilaman. Endi esa barcha darajalarni olib, grafikasini ko'ramiz. Go! Wow, Minecraft juda ham realistik bo'lib ketdi. Bu video juda ham epik bo'ldi degan umiddaman. Bu videoga men juda ham ko'p vaqtim ketdi. Shuning uchun bu kanalga albatta obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchaga ham bosing. Sizlar bilan men bo'lim Sarvar va barchaga xayr. Keyingi videolargacha